shu ELO, ya'ni English Language Olimpiadani saralash bosqichidan o'tdik shu yaqinda. Men ham shu qatnashib o'tirgan o'quvchilardan biriman. Demak, biz hozir 3 ta jamoa, O'zbekistonning 3 ta terma jamoasi Iordaniyaga kechga o'z tayyorlanib o'tiribmiz. Asosiy o'sha olimpiadani o'zi Iordaniyada bo'ladi va u yerda biz 80 tadan ortiq jamoa, ya'ni 1000 dan oshiq o'quvchilar bilan raqobatlashishimizga to'g'ri keladi. Tayyorgarligimiz ana shu bir hafta davomida juda ham qattiq tayyorlanib kelamiz ana shu olimpiadaga va bizga o'zi professional mentorlar yordam berib kelishmoqda. Kamchiliklarimizni aytishyapti. Qanday resurslarga muammomiz bo'lsa agar va qanaqangidir o'quvchilarga hayajonlanayotgan bo'lsa agar ularga o'zlarining yordamlarini berishyapti. Xo'sh, ko'pchiligimiz birinchi marta bunaqangi olimpiadada qatnashamiz. Bu saralash bosqichida ham va xalqaro darajasidagida ham, shu qatorda men ham va ana shu yaratib berilayotgan sharoitlar uchun davlatimiz rahbari va vazirligimizga tashakkur bildiraman. Mening ismim Sevinch. Men ELO olimpiadasini saralash bosqichidan o'tdim va hozirda intensiv mashg'ulotlar uchun fan olimpiadalari markaziga kelganmiz. Bir-birimizni tanib olish uchun ismimizni bosh harfi bilan birorta hayvonni assotsiatsiya qilib eslab qoldik va bu juda qiziqarli bo'ldi deb o'ylayman, chunki men bilmasdim, ko'p kishini tanimasdim va hayvon bilan assotsiatsiya qilib eslab qolish osonroq bo'ldi. Undan keyin Energizer sifatida Caps on the Head o'yinini o'ynadik. Unda men yutqazib qo'ydim. Lekin juda qiziqarli bo'ldi.